Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Men bugun sizga Pro 100 dasturida sizlarga tandem box, ya'ni tandem tortmalarini yasashni o'rgatib qo'yaman. Bu tortmalari harakatga keltirganingizda mana chiqib ham ketmaydi, yonlarga surilmaydi ham. Shunaqangi holatda men sizga tandem boxni yasashni o'rgatib qo'yaman. Bu tortmalarimizda teshiklarigacha hammasi belgilab qo'yiladi. Misol uchun yon tomonida bokovinani qo'yadigan bo'lsangiz, buni tekshirganingizda mana bunday tandem teshiklari ham qo'yib ketilgan bo'ladi va sizda hech qanday muammosiz bu mebellar ishlaydi. Misol uchun yuza qo'ygan taqdiringizda ham sizda qirg'ili tortma yasalgan hozir yuza qo'ygan taqdiringizda ham yuza o'z o'qidan chiqib ketmasdan ligrovkalar bilan birga chiroyli ko'rinadi. Misol uchun yuzani shkant bilan mahkamlangan teshiklari bo'lganligi uchun yuza hamma tomondan zazorlari bir xilda chiroyli o'rnashini yordam beradi. Sizga bunday tortma yasashni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizdagi Pro 100 dasturi demo versiyasi yoki crack varianti bo'lishligi mumkin. Bunday variantlarni qayerdan topish kerak bo'lsa, hammasini sizga topib yordam beraman. Endi mendagi hozir litsenzionni CNC varianti, buni ham agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, buni ham sizga sotib olishda yordam berishim mumkin. Описаниеda Telegram kanalimning ссылкасini qoldiraman. U yerdan o'tib menga murojaat qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari boshqa savollaringiz bo'lsa, bularni ham bersangiz, bajonidan men qo'limdan kelganicha yordam beraman. Xo'p. Bo'lmasa boshlaylik. Tandem box yasashni boshlaymiz. Buning uchun bizga taxmin qilish kerak yo'q. Bitta proyektni ochamiz. Bu proyektni nomini belgilashimiz yoki kimnidirligi uchun qo'yishimiz shart emas. O'rtacha biz 40 santimetrlik tandem tortmasini yasamoqchimiz. Yoki bo'lmasam keling 40 deb qo'ya qolaylik. Shirinasi ham 40, balandligi 2,5 va tandem uchun ham 21 mm joy tashlanadi. Tandem bilasiz, tagida 21 mm joyi o'g'irlaydi tortmalar. Mana bizda gabaritli ramka paydo bo'ldi. Bu ramkamizni eni 40, chuqurligi ham 40, balandligi esa 12,5 santimetrlik tortma uchun mo'ljallangan. Biz birinchi o'rinda salaskani yasab olamiz, ya'ni tandem salaskasini. Buning uchun bu yerga bitta element qo'yib olamiz. Bu elementimiz oddiy laminat bo'lishi mumkin. Tandemimizni yon qismidagi birinchi tarafini yasab olamiz. Bu balandligi 43 mm ekan hozir mendagi tandem, qalinligi 2 mm, lekin zazor bilan biz 6 mm beramiz. Birinchi tandemimizning yonidagi zazori qo'yib olindi. Endi biz buni tag qismini yasashimiz kerak bo'ladi. Tag qismi balandligi 1 mm, asli 21 mm, lekin biz 1 mm qo'yamiz, chunki bu harakatni, ya'ni tortmani u yoqqa bu yoqqa tortganingizda harakatini turib olmasligi uchun stoperlarni ham birga qo'shib yasaymiz. Hop. Qalinligi esa 16 mm, chunki 16 mmlik men laminatdan foydalanaman ko'pincha. Endi buni o'rtasidagi esa chuqurligi 21 bo'ladigan bo'lsa, tepasida va pastida bittadan stoper borligi uchun 19 mm deb qo'yamiz. Endi mana bundan yana bitta ko'tarib tepaga qo'yamiz.
bizda endi umumiy 21 millimetrlik bu yerda pastdan yerdan ko'tarilgan tandem uchun joy bor va endi buni biz yon qismini yasaymiz. Yon qismimiz 29 millimetr yerdan ko'tarilib turibdi. Ya'niki tandem tortmamizni dino qismi 29 qo'yyorman. Ana endi bizda tortmamiz bilan bu joyi, bu qismi chiqib keladi. Tortganimizda, harakatlantirganimizda, harakatlantirishimiz uchun bizda xona kattaroq bo'lishi kerak. Chuqurligini yoki bo'lmasam 1 metr berib qo'yadi. Endi bu tortmamizni tortganimizda bu chiqib ketadi. Chiqib ketdi. Aylanib yuribdi. Bizga bu chiqib ketmasligi uchun bunga stopper qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Buning chuqurligini 16 emas, 8 deb belgilab olamiz. Ana endi bizga old qismiga yana bitta xuddi shunaqadan kerak bo'ladi. Buni esa 1 millimetr qilib va oldiga tekislab olamiz. Endi bu uchun ham bitta shunaqangi doska orqasiga tayyorlab olamiz. Buning uchun endi bizga frontalniydagi kerak bo'ladi. Nima uchun frontalniyda? Chunki bu tandem mexanizmi orqa qismidagi teshigi bo'ladi. Shu teshigini ham biri yo'la belgilab ketishligi uchun. Buni razmeri 6 millimetrga buni qalinligini esa 1 millimetr. Endi bu doskamiz va mana bu doskamizni birga gruppaga o'g'irib oldik. Bitta gruppada bunisi tagidagisi va bu yondagisi hamda oldidagi keyingi qismi bitta gruppada bo'ladi. Ana endi biz tandem solaskani tortganimizda chiqib ketmaydi bu yoqqa. Tortmamiz chiqib ketmaydi. Surganimizda ham oxirigacha kiradi. Oxiriga kirgandan keyin oxirida to'xtalishligi uchun biz bitta stopper qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni 39 qilamiz. -1 va old qismi bilan ana endi orqa qismiga yana bir buni joyiga qaytarib turadi. Bu bilan teng. Endi mana bu yerga buni stopperni qo'shib qo'yamiz va bu korpusda qoladigan qism bilan birlashtirib qo'shib. Ana endi bu tortmani umumiy tortma o'rtada turgan bo'lsa ham tortmani ichkariga haydaganingizda orqaga o'tib ketmaydi. Oldinga tortganingizda oldinga chiqib ketmaydi. Tevaga ham pastga ham hech qayerga harakatlanmasdan sug'urilaveradi tortgan. Bizni tandem mexanizmimiz deyarli tayyor. Endi biz teshiklarni belgilab olamiz. CNC dasturi yordamida. Yon qismidan biz korpus uchun teshikni belgilash uchun CNC dasturiga kiramiz. CNC drill va bu yerdan drill, ya'ni drill qo'shamiz. Korpusimiz oldi qismi bu tarafda, oldi qismidan X yo'nalishi, ya'ni X yo'nalishi bu yo'nalish bo'ladi. Bu yo'nalishdan 37 millimetrda teshik bor, lekin 1 millimetr ichkariga kirib tursa, g'aladan yaxshiroq tortadi tortma. Mana shuning uchun buni 38 millimetr belgilaymiz. Yerdan, ya'ni Y pastdan tevaga 37 millimetrda teshigimiz turibdi. Teshigimiz diametri 3 millimetrlik tig'da belgi beramiz, ya'ni tochka beramiz. Tochkani chuqurligi esa -1, ya'niki korpus ichiga emas, korpus tashqariga bo'lgani uchun -1 beramiz. Ana endi bizda CNC'ni yopib qo'yamiz. Teshiklar
birinchi oldidagi e, bilasiz bu yerda 4 ta teshik bo'ladi. 4-chi teshigi men belgilab oldim. Qirg'ili salaskada ikkinchi teshigimiz 26,1 millimetrda ekan. Biz buni ko'paytirib olamiz. Kloning, ya'ni klonlashtirib ko'paytirdik va ikkinchisini biz 38 emas, 26,1, lekin biz 1 millimetr ichkari kirgizganimiz uchun 26,2 da to'g'ri keldi teshigimiz. Okey. Ikkinchi teshigimiz ham tayyor holatga keldi. Endi ko'rib olamiz. Bizda teshik boshqa tomonda bo'lib qolibdi. 2 marta aylantirib, uni tashqi tomonga aylantirib oldik. Bunga endi chiroyliroq ko'rinish berishlik uchun material bersak. Materialni temir, alyumin beraylik. Mana bu qismda bir tortmani hisobladik. Endi tandem mexanizmini orqa qismida ham bir teshik bor. Bu teshik salaska bilan birga yurgan bu qismi bilan sensiyni berib yerdan qilib qo'shamiz. Hop, yerdan 39 millimetrda teshigimiz turibdi. Ya'niki salaskani orqa qismidan metr tashlab qo'ysangiz ko'rinadi. Y yo'nalishda 9 millimetrda. Y dan esa minus 7 millimetr. Diametri 5 millimetrlik sevrlovda teshiladi va chuqurligi 1 santimetr chuqurlikda yo'lda bo'ladi. Tayyor ko'rinish uchun endi vertikal yo'nalishda, ya'niki bu teshik boshqa tomonda bo'lishi kerak edi va minus 1 santimetr bo'lishi kerak edi. Sensiyni bu tomonda ko'rsatyapti. Yoki bo'lmasam shuni o'zini o'girib qo'ysam ham bo'ladi. Endi teshik zinoni bir zinodan 11 millimetr markazi bo'lishi kerak edi. 9 bu teshik o'zi 5 millimetrlik, 9 ga 2,5 millimetr qo'shadigan bo'lsak 11,5. Ya'ni bu 8,5, lekin bu har 1 millimetr ko'rsatgan shu 9 ko'rsatyapti. Hozir teshigimiz 11 millimetrda turibdi. Bizga bu kerak. Xo'p, salaskamizni bir qismini yasab oldik. Endi bizga ikkinchi qismi kerak bo'ladi. Ko'paytirib olamiz va uni vertikalni yo'nalishda o'girib olamiz. Mana bizga ikkinchi salaska ham tayyor bo'ldi. Ikkita salaskamiz bor. Endi bizda narx beradigan joyda mana bu yerda spiska detallar hozir qo'yganlarimiz hammasi chiqib keladi. Pro berganlarimiz hammasi chiqib kelishligi bor. Shuning uchun biz o'sha hammasini Ctrl A tugmasi bilan tanlab olib, отчетdan spiska detallarini o'chirib qo'yamiz. Lekin export na chipu bu yoqib turish kerak, chunki teshiklarni bo'lmasam belgilamay qo'yadi. Shu bu tegmaydi. Endi bizda расчетda bironta ham material yo'q. Pul borasida necha pullik mahsulot borligini ham hali belgilamaydi. Endi biz bitta o'chirib yubormaydigan, aniq bir o'chirmaydigan, ya'ni mana bu qismini o'chirmaymiz. Shu qismini tanlab расчетdan tandem salaska qo'shib qo'yamiz. Yoki bo'lmasa mana bu yerdan o'zingiz qo'shishingiz mumkin. Sizga yo'q bo'lsa price list kiradi. Obzor price listdan mana bu yerda add price, ya'ni price qo'shish bor. Buni qo'shib yozishdan avval ismi belgini olib tashlaysiz, ismini yozasiz, keyin narxini yozasiz. NDS bo'lsa NDS solig'i, teshigi uchun alohida pul to'lasa uni yozasiz. Teshikni NDS solig'i bo'lsa alohida qo'shsangiz bo'ladi. Bizda hozirda bo'lish shart emas.
Shunchaki 57 so'mga to'g'ri kelar ekan, 16 urib shuni yozib qo'yilgan. Tushunarli bo'ldi. Tandem salasga qo'shib qo'ydim. Biz tandem salaskani 40ligini hozirda 100 ming so'm va 95 ming so'm atrofida olyapmiz. Расчетga qilsak, mana tandem salaska bir shtuk va 100 ming so'm. Sego 100 ming so'mlik tovar borligini ko'rsatib turibdi. Biz salaskani yasab oldik. Endi bizga bu qismi qulflangan holatda va bu qismi ham qulflangan holatda turishi kerak. Ya'ni guruhdan chiqarib olamiz. Mana bu qismi ham qulflangan holatda. Mana bu qismi ham qulflangan holatda turishi kerak. Chunki biz gruppadan chiqarish qilsak, mana bu yerda razgruppovat tugmasi endi bizda chiqmaydi. Misol ikkitasini gruppaga qo'shib qo'ysak, bittasini tanlaganimiz, xohlaganimiz yeridan bittani tanlasak, gruppadagi hammasini ushlardi. Ana endi bunda o'ng tomonini bossak, razgruppovat, ya'ni gruppadan chiqarish bor edi. Lekin buni o'zini razgruppovat qilamasak, bunday tugmasi chiqmaydi. Chunki biz buni mana bu yerdan blokirovka qilib qo'yganmiz. Xo'p, bizni salaskamiz tayyor. Endi yon qismlarini yozishni boshlaymiz. Yozuvlar ketyapti, vaqt qancha? Xo'p, biz 16 minutdan beri yozayotgan ekanmiz, hali darsligimiz uzayib ketmabdi. Xo'p, yon qismi, salaskamizni yon qismi, tortmamizning yon qismi balandligi 12,5 santimetrlik 12,5 millimetr 12,5 santimetrlik tortma va chuqurligi esa 40 santimetr deb belgilab olamiz. Va bu hozir bosganimda salaskam qizarib qoldi, chunki bu salaskani ichida turibdi. Bunday qilib o'rtasiga olganimdan keyin salaskadan chiqarib chiqdi va bu qizil holatda emas. Mana bu yerga bitta yo'q, ya'ni ikkita yon qismini qo'yib oldik. Buni nomini yashik yon yoki shunchaki yon deb belgilasak ham bo'ladi. Yon. Kromkasini sizda krek varianti bo'lsa, shu yerdan berib ketasiz, bitta 40lik somani. Mendagi pulli varianti, shuning uchun bu yerdan beraman. Kromkasini alohida berib ko'rsataman. Ana endi bizga dno kerak bo'ladi. Yana bitta yashik olamiz. Bu yashigimiz shu tortmani orasiga va chuqurligini esa 1 santimetr qilib belgilaymiz. Buni yerga tushiramiz. Ana endi bu yashik dno yoki bo'lmasa men ko'proq buni DVP deb atayman. Chunki DVP ni o'rniga qo'yilayotgan mato bo'lganligi uchun. Xo'p, endi bizga orqa tomondan oldi orqa materialni kerak bo'ladi. Bu materialning nomini qisqa qilib oldi orqa orqa yozib qo'yamiz. Endi bularni bir-biriga qotirishimiz kerak. Men buni hozir mana bu yerga yana bitta qo'ymaganim sababi shuni o'zim ko'paytirib olaman. Avval bunga sensiya berishlik uchun, ya'ni teshik berishlik uchun. Teshiklarni har doim berish shart emas. Hozir bitta siz bilan shablon yasab olganimdan keyin teshiklari doim chiqib keladi. Bu alohida darslikda aytib o'tganman. Qanaqangi qilganligini alohida yana boshqa tushuntirib o'tirmayman. Xo'p, sizlarga bergan shablonda Eurovint bor. Eurovint bitta chap tomondan, bitta o'ng tomondan va bitta pastdan, ya'ni dnodan qotishlik uchun kerak bo'ladi. Bizda orqa qismi ikkita yondan hamda bitta tag qismidan qotyapti. Buni oldi tomonga ham bitta ko'paytirib olamiz. Endi ikkita tag tomonidan va ikkita yon tomonidan teshik bor.
Biz dinoyimizni ikkita yonga ham qotirishimiz kerak. Uning uchun bizlarga yon qismi Eurovint. Ya'niki buni ham CNC chipuni yoqib qo'yamiz. Kromkasi belgilash, teshigini ko'rsatish. Ya'niki mana bu yerda biz teshik bersak ko'rinmaydi. Mana sizga bunday ko'rsatsam bo'ladi. Keling, skrit qilib qo'yib buni gaz teshik beradi. Eurovint bitta chap, bitta o'ng tomoniga Eurovint berdik. Mana bu yerda Eurovint ko'rinib turibdi. Agarda men CNC dasturida ochib qo'yadigan bo'lsa, menda asli teshik bor, lekin ko'rinmaydi. Ko'rinmasa keyin men qo'ymanman deb yana qo'yishga harakat qilishim, shuning uchun buni yoqib qo'yganim yaxshi. Teshiklarni belgilab qo'ydik. Administrative script. Endi bizga yuza o'rnatish uchun, yuzani o'rnatganimizda ham millimetrlargacha to'g'ri kelishligi uchun yuza tomoniga shkant bilan yuzani kirpini qo'yamiz. Chunki bitta yonni olamiz, CNC dasturiga kirgizamiz. Buni ham ko'rinib tursin qilgan ishlarimiz. Endi shkant. Shkant berib qo'yildi. Bu yuza fotodi. Bunda ahamiyat bergan bo'lsangiz, teshik bilan yonma-yon, lekin bir-biriga xalaqit bermaydi. Bu teshik oldi orqa tomonini markazda joylashgan, shkant esa buni perspektivada ko'radigan bo'lsak, bu yonni markazda joylashgan. Shkantimiz 3 sm, 2 sm ichkariga kirgan, 1 sm yuza tomoniga. Endi bizga xuddi shu yondan yana bitta kerak bo'ladi. Endi biz tortmani umumiy va ikki salaskani ham bunga qo'shib bir guruhga qo'shib qo'yamiz. C guruhi. Ana endi tortmani tortganimizda tortma chiqadi, oxirgisi chiqib ketmaydi. Balandligini ham qo'shib qo'yadigan. Tortma balandga tortsangiz ham mana balandga tortsam ham baribir tortilmaydi, lekin bu oldinga orqaga chiqadi. Agarda umumiy hisobda bu markazroqda bo'lsa ham orqa tomonga o'tib ketmaydi. Oldiga yuradi, orqa tomonga o'tib ketmaydi. Endi bizda raschyotda DVP oldi orqa yon hammasi chiqib keldi, lekin kromkalar ko'rsatmayapti. Kromkalarni qo'yib chiqamiz. Misol uchun oldi va orqa tomoniga maxsus yerdan teva tomoniga kromka beramiz, ya'ni o'zidan teva tomoniga kromka beramiz. Bu CNC dasturlik Pro 100 uchun shu kromkadan foydalanishni maslahat beraman. Agarda siz bunga mana bu yerda kromka beradigan qismi bor, bu yerdan kromka beradigan bo'lsangiz, endi kromkani ko'rsatmaydi. Kromkani teshish dastgohi ham ko'rsatmaydi. Misol uchun mana buni CNC dasturiga kirgizganimizda kromkasi ko'rsatmayapti. Agar men buni kromkasini agarda men ikki yon kromkasini mana bu yerdan beradigan bo'lsam, bu yerdan o'chirib qo'yish kerak. Men bu yerda beradigan bo'lsam, CNC dasturida kromkasi ko'rsatib turibdi, teva tomoni kromka. Agarda siz ichki qismidan kromka berganingizda, kromka pastida bo'lib qolishi ham mumkin. Kromka qaysi tomondaligini bilmaydi, teshayotgan odam ko'rsatmagani uchun tavakkaliga qanday shu holatda qo'yib teshib qo'yishi mumkin. Shuning uchun kromkani albatta maxsus yerdan berishimiz kerak bo'ladi. Endi
material berishimiz kerak. Material, bibliotekaga kiramiz, materialdan bizga LDSP kerak. LDSPdan misol uchun menga faqatgina berilib bo'ladi. Material qanday bo'lishidan qat'iy nazar kromkasi bu yerda yozib qo'yilgan. O'zidan, ya'ni 19 ga 1 millimetrlik o'zidan kromka qo'yildi. Bizda tortma, tandem tortmasi tayyor holatga keldi. Endi biz buni saqlab qo'yamiz. Buning uchun Ctrl A tugmasini bosib, hammasini tanlab olamiz va ishqonchaning o'ng tomonini bosib, добавить в библиотеки. Ya'ni bibliotekaga qo'shishni bosamiz. Manda hozir bor tandem tortma. Bu yerga qo'shib qo'yishimiz o'rniga. Mana bu yerda orqa qismidagi ilmog'i uchun ham teshigiga qo'yib ketdik, birgalikda boshda. Siz ochganingizda ham teshik qolib ketmaydi. Mabodo xaladoningizda ochiq qolib ketsa ham teshik o'z o'rnida qoladi. Shuning uchun men teshikni mana bu qismga bergan edim. Xo'p, endi расчёtda bizda materiallar ham chiqib keldi. LDSP berdik. 0,31 metr kvadrat LDSP ketdi. Kromkalari bilan bu 37.200 so'mni tashkil qildi va bitta tandem salaska bu bilan 137.200 so'm tashkil qilmoqda. Endi bu mexanizm, bu tortmani o'rnatib berish bizda katta sex bo'lgani uchun 70% qo'yamiz. Bu tortmani yasab berishimiz bizda 233.240 so'mga tashkil qilmoqda. Biz bu yerga bibliotekaga elementga biz tortma tandem deb saqlanib qilib qo'ydik. Endi yangi saqlanib shoxlaysanmi deydi. Yo'q, saqlanib qilib qo'yib bo'ldik bibliotekaga. Alohida saqlanib qilishamiz. Endi biz qandaydir kod yasaydigan bo'lsak, kod qismimiz 45 lik kod bo'lsin. Tortmamiz kattaroq tortma. Ana endi bu tortmani olamiz. Xuddi shu yerga qo'yamiz. Ana endi tortmani shu gruppa holatida turgan holatida turib, mana bu yerga tushadigan qilib ko'paytirib oldik. Tortmani har bittasini ko'paytirishni avvalgi darsliklarda aytib o'tganman. Chap tomonini bosib turgan holatda qo'yib olmasdan o'ng tomonga yana bitta bossangiz yo'q tortsangiz tortma ko'payadi. Ana endi tortmani bir tekisda ana endi katta tortma ro'paradan qaraydigan bo'lsangiz bu yerdagi zazor 6 mmlik zazor o'zgarmagan. Chunki men buni ko'rsatganimda boshida, ya'ni 16 tomonini pulshlab qo'yganman. Tortmani qaysi darajada katta yoki kichik qilsangiz ham tortma salaskasi kichrayadi. Baribir 6 mm o'zgarmaydi. O'zgarish faqatgina oldi, orqa, yon hamda DVPga tegishli. Hattoki mana bu yon qismiga ham tegishli emas. Uni ham pultlab qo'yilgan. Oldi, orqasi hamda DVPsiga tegishli. Yon qismida ham orqaki yonaga teshiklarni belgilab ketganini ko'rishingiz mumkin. Mana teshiklarini belgilab ketdi. Agarda biz buni tortmalarni yonni oldi bilan tekislasak, endi burada tortmani teshiklari 3,8 mm. 8 mm da turibdi birinchi
teshigi. Ya'ni bokovinada yon tomonda xuddi shu tartibda turadi. Hop, yana nima qolib ketdi? Sizlarga ko'rsatishim kerak bo'lgan. Keyingi darsligimizda biz mana bunday tortma yasashni ko'rsatib beraman sizga. Bu albatta oddiy salaskali, tagida xetegiflik tortma. Shuni yasashni ham ko'rsatib beraman albatta, inshaalloh. Bugungi darsligimiz tortmani tortib chiqarib ko'rishni xohlasangiz, buni gruppa qilib olasiz. Chunki buni bibliotekaga chiqqanimizda yana bir marta gruppa qilib kirgizgan. Ana endi tortmani masir gruppa qilib tortganingizda hech qayoqqa surilib ketmaydi, chunki yon qismini tortganman. Tevaga ham ko'tarilmadi, pastga ham, oldinga ham chiqib ketmaydi, orqaga ham o'tib ketmaydi. Tortmani xotirjam ochib ko'rsatib berishim mumkin. Tortmalarimiz yaxshi holatda ishlayapti. Inshaalloh. Xo'p, diqqat uchun kattakon rahmat. Bugun 1-yanvar sanamiz 14-yillik. Hech nima bilan tabriklash niyatim yo'q. Sizga ko'rsatgan darsligim yoqqan bo'lsa, aytib qo'yarsiz. Agar qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, opisiyanida Telegram kanalimni qoldiraman. O'sha yerga kirib xotirjam so'rashingiz mumkin. Agarda programmani sotib olishda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, menga yordam yozsangiz, men sizga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Xohlasangiz Craig variant, xohlasangiz CNC burg'ulash programmasini ham nafaqat bu baziz mebel sohasidagi barcha yo'nalishlarda sizga yordam berishim mumkin. Siz bilan Islomjon Davlatshayev bo'ldi. Xayr, sog', salomat bo'ling.